O'zbekiston Xitoyning J-10C qiruvchi samolyotlarini sotib olmoqda. Pokistonda dahshatli shaxta portlashi, o'nlab konchilar halok bo'ldi. Ekvadorda dahshat, bir uydan 7 kishining kuydirilgan jasadi topildi. O'zbekiston Xitoyning J-10C qiruvchi samolyotlarini sotib olmoqda. Markaziy Osiyoda harbiy muvozanat o'zgarishi mumkin. O'zbekiston Xitoyning zamonaviy J-10C qiruvchi samolyotlariga qiziqish bildirmoqda. Xorijiy mudofaa nashrlariga ko'ra, O'zbekiston 24 ta J-10C qiruvchi samolyotlarini bosqichma-bosqich xarid qilishni rejalashtirmoqda. Shu bilan birga 2026-yil iyul oyida yana 4 ta samolyot yetkazib berilgani haqida xabarlar tarqaldi. Biroq bu ma'lumotlar Toshkent va Pekin tomonidan hozircha rasman tasdiqlanmagan. Ma'lum bo'lishicha, O'zbekiston 2025-yilda ilk J-10C samolyotlarini qabul qilgan va uchuvchilarni Xitoyda tayyorlash dasturi ham yo'lga qo'yilgan. Bu qadam mamlakat harbiy aviatsiyasini modernizatsiya qilish hamda eskirayotgan MiG-29 va Su-27 samolyotlarini bosqichma-bosqich almashtirishga qaratilgan. Harbiy tahlilchilar fikricha, agar 24 ta samolyot bo'yicha loyiha to'liq amalga oshsa, bu nafaqat O'zbekiston havo kuchlarini sezilarli darajada kuchaytiradi, balki Markaziy Osiyodagi harbiy muvozanatga ham ta'sir ko'rsatishi mumkin. Pokistonda dahshatli shaxta portlashi, o'nlab konchilar halok bo'ldi. Pokistonning Balochiston viloyatida joylashgan ko'mir shaxtasida kuchli portlash sodir bo'ldi. Hodisa oqibatida kamida 32 nafar konchi halok bo'ldi. Yana 10 nafari esa hanuz yer ostida qolmoqda. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, portlashga shaxtada metan gazining to'planishi sabab bo'lgan. Qutqaruvchilar portlashdan so'ng avval 7, keyin esa yana 25 nafar konchining jasadini yer yuzasiga olib chiqdi. Hozir ham yer ostida qolgan ishchilarni qidirish ishlari davom etmoqda. Rasmiylarning ta'kidlashicha, metan gazi portlaganidan keyin shaxtadagi kislorod deyarli tugaydi. Shu sababli yer ostida qolgan konchilarning omon qolish ehtimoli juda pastligi baholanmoqda. Balochiston hukumati halok bo'lgan har bir konchining oilasiga 500 ming Pokiston rupiyasi, ya'ni qariyb 1800 AQSh dollar miqdorida kompensatsiya to'lashini ma'lum qildi. Shu bilan birga portlash sabablari yuzasidan rasmiy tergov boshlangan. Qutqaruv amaliyoti davom etmoqda. Rasmiylar barcha konchilar topilmaguncha ishlar to'xtamasligini bildirgan. Ekvadorda dahshat, bir uydan 7 kishining kuydirilgan o'ligi topildi. Ekvadorning janubidagi Kanyar viloyatida dahshatli jinoyat sodir bo'ldi. La Troncal shahridagi uydan kuydirilgan 7 nafar jasad topildi. Politsiya ushbu voqeani jinoiy to'dalar o'rtasidagi hudud uchun kurash bilan baholamoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, qurbonlarning yoshi 21 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan. Ularning 2 nafari sim bilan bog'langan holda topilgan. Uy tashqarisida esa butunlay yonib ketgan avtomobil aniqlangan. Tergov davomida uy devorlarida bo'rilar hududi va bo'rilar faol degan yozuvlar aniqlangan. Rasmiylar bu yozuvlar Ekvadordagi yirik jinoiy guruhlardan biri Los Labos bilan bog'liq bo'lishi mumkinligini bildirmoqda. Ushbu turda giyohvand moddalar savdosi va tovlamachilik bilan shug'ullanishi, shuningdek xalqaro narkokartellar bilan aloqadorligi aytilmoqda. So'nggi yillarda Ekvadorda jinoiy to'dalar faolligi keskin kuchaydi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2025-yilda mamlakatda 9200 dan ortiq zo'ravonlik bilan bog'liq o'lim holati qayd etilgan. Hozirda esa huquq targ'ibot idoralari ushbu dahshatli qotillik yuzasidan tergovni davom ettirmoqda.